Peres qaytdi. Siz bu kanalga obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Men hozir hammasini tushuntiraman. Bilganlar biladi, kuni kecha Real Madrid prezidentligi uchun saylovlar bo'lib o'tdi va bu saylovda ikkita nomzod bor edi. Birinchisi bu amaldagi prezident Florentino Perez, ikkinchisi esa saylov paytlari qayerdandir paydo bo'lib qolgan Enrike Rikelme. Saylov natijalari esa aniq. Florentino Perez deyarli 67% ovoz bilan yana qayta naq 8-bor Real Madrid prezidenti bo'lib qayta saylandi. Bu esa Real Madrid muxlislari uchun ajoyib yangilik. Nega deysizmi? Chunki Perez saylovoldi dasturida jamoaga Jose Mourinho, Ibrahima Konate va o'sha mashhur Barsa kushandasi Denzel Dumfriesni olib kelishiga va'da bergandi. Dumfries transferi esa deyarli 99% hal bo'lib ulgurgan. Umuman olganda Perezning qayta saylanishi bir necha sabablarga ko'ra juda muhimdir. Birinchidan, Florentino Perez Bernabeu stadionini rekonstruksiya qilishni yakuniga yetkazishga va'da berdi. Ikkinchidan, jamoamizda markaz futbolchilari Luka Modric va Toni Kroos tark etgandan so'ng jamoa markazida bo'shliq yuzaga keldi va bu bo'shliq hali hamon to'lgani yo'q. Ammo Perez prezident bo'lgandan so'ng seshanba kuni bizni katta syurpriz kutib turibdi va bu syurpriz, ya'ni transfer, kutib oling, Joao Neves bo'lishi mumkin. Joao Neves esa qanday darajada o'ynashini yaxshi bilasiz. Uchinchidan, eng muhimi, agarda Rikelme g'alaba qozonadigan bo'lsa, jamoadan Viniciusni ketkazmoqchi edi. Bilasizki, Vinicius jamoamizning asosiy yulduzlaridan, ammo hozirda Vinicius va Perez o'rtasidagi munosabatlar a'lo darajada. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Florentino Perezning qayta saylangani to'g'ri qarormi yoki oramizda hali ham o'sha Rikelmeni qo'llab-quvvatlaydiganlar mavjudmi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ulashib qo'ying. Like va obuna esdan chiqmasin.